butun o'yin davomida o'zim uchun kuzatishga harakat qildim. Qani Alonso va futbolchilar o'rtasidagi munosabat bormi nimadir yo yo'qmi? Odam yomon mirshakar aytadi-yu, odam ichida bir anaqa yashaydi deb. Marascha yashaydi. O'sha marascha aytadi, bular Alonsoni ketkazishmoqchi degan narsani gapiryapti, lekin ongli ravishda tushunyapman. Nahot Real Madrid chempionlik uchun kurashyapti, ochko yo'qotsa Barselona o'tib ketadi. Shuni o'rtaga tashab turib Alonsoga qarshi isyon qiladimi bular degan narsa. Bular ko'plik-ku, kim bor yana? Eng asosiysi Vinicius. Isyon boshi. Bu insightlarga ko'ra bu tasdiqlanmagan. Vinicius, Fede, Hausen, Rodrigo 6 ta. Xullas shular deyildi. Atayim shularni. Fran Garcia. Ya, Fran. Endrik bo'lsa kerak. Aralashib qo'yadi-yu o'zi. Ikkita jamoa zo'r o'ynab turganda klass yutib ketadi. Nega? Vaziyatlarni golga aylantiradi. Real bo'lib ham Gironaga qarshi o'yinda buncha noaniq zarba berishi deb ichimdagi marascha menga tinchlik bermadi kecha. Butun o'yin davomida. Chunki zo'r o'ynayapti. Real yirik hisobda yutadigan o'yinda bu.